Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Simple Boy kanalidasiz va men bugun Qishloqobodning ikkinchi qismini olmoqdaman. Sizlar yaxshilab bir nasib oling, videoga like bosib, kommentariy yozib qo'ying 3-qism haqida yoki bironta yangi ajoyib video haqida. Men albatta kommentariyalarning har birini o'qib chiqaman va qo'limdan kelgancha ularga javob yozaman. Aytgancha, ortimda turgan qishloqi va qo'y uchun ham like bosib qo'ying. Keyingi bironta videolarimda shular haqida video chiqaraman. Qo'yni rang-barang qilish, oyog'ini osmondan qilib qo'yish va ortimdagi blok. U blokni ham chipdan olish kerak. Shunaqa, ey villager, sen ketib qolishni xayolingga ham keltirma. Qo'yga ham qarab tur. Bu ham ketib qolmasin. Sizlar hali bizning qishlog'imizda eng birinchi aholisi bo'lasizlar. Men adetlarni ko'rib kelay. Qaniydi obunachilarim 60 ta bo'lsa. Bo'ldi. Bu shunda ham 60 ga yaqinmiz, 60 ta bo'lamiz, albatta bo'lamiz. Qaytib kelamiz. Qani ular? Mayli, endi hech qisi yo'q. Daraxt olamiz, taxta olamiz. Buriznik bilan reshetka olamiz. Yomg'ir quyib yubordi. Bo'ldi, tozaladim. Xo'sh, mashlardan quyib qurib yuborsak bo'ladi. Maytlarni bir qator olib tashlash kerak. O'shanday. Bo'ladi, yetadi. Bu joylar o'zi o't bo'lib ketadi. Xo'sh, tak. 3 blok tashlab ketamiz yaxshisi, endi qurib tashlaymiz. Bunaqa baqabat uy bo'lishi ham shart emas. Bir kishi sig'sa bo'ldi. Ba'zan eshik hisobini olamiz. Bitta eshik yetadi. Bloklar noto'g'rida, sal qiyshiqroq o'shanga noto'g'ri qo'yilyapti. Ayb menda emas. Baqa, ana aytyapman-ku, ana blok qiyshiq. O'yinni qotishini. Uzr do'stlar, bu ishlar qotishlar uchun barchadan kechirim so'rayman. Sizlar esa shuncha harakatim uchun like bosib qo'ying. Biz bu qishloqchani nima deb ataylik, mana o'zlaring kommentariyada yozib yuboringlar, o'zlaring bilgan eng yaxshi, eng chiroyli so'zlarni yozib yuboringlar. Vobsheta o'zlaring xohlagancha so'z yozinglar, xohlagan so'zlarni yozib yuboringlar. Faqat madaniyatdan chetlashmagan holda. Gap bilan bo'lib, mana uyni tagini ham qurib qo'ydik. Endi bunga lesnitsa degandek, yo'q qotishini. Lesnitsa degandek o'sha qo'ychida yoqmayapti-da shu. Nimadir qilmoqchi u qo'y. Niyati sovuq. Xo'sh, tak. Mana shu chekkalarini polniy daraxt qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Juda chiroyli chiqadi. To'rtta tarafini shunday qilib chiqsak bo'ladi. Eng asosiysi u qishloqdagi uylarimda tomiga chiqib ketadigan qilmash kerak-da. U kuni bitta qishloqda go'lim daraxt ustida turib, tushamayotganida. Men o'shanaqa qishloq qurishni istamayman. Qishlog'imdagilar daraxt ustida, uyni ustida yurishini umuman istamayman. Ular tusha olmaydi. Bu narsalar o'zim tushirib qo'yishim kerak. Voy, bu turgan bitgani tashvishda. Muncha qotadi. Qotgan joylarini kesib tashlasammikan, olib tashlasammikan. Baribir bu videoni buzadi xolos. Video xunuk chiqadi bu joylarda. Bu kadrlar bilan videoim xunuk bo'ladi. Ana uychamiz deyarli bitdi. Uyni eskisini qurib qo'ydik. Tom-pomlarni qursak bo'ldi. Ana, o'ta go'zal bo'ldi. Bu noto'g'ri qopsa noto'g'ri. Ana o'shanday.
Normalni bo'ldi. Endi bizga eshik kerak. Ana. Ajoyib. Endi tepasini ajalaguju qilamiz. Mana buzamizda, tepaga o'shanday. Buni esa o'shanday, ana ajalaguju bo'ldi. Endi ichkariga kirib tom yapamiz. Polni taxta qilamiz tomni. Daraxt qilamiz. Shu Minecraftda taxta bilan daraxt farqiga bormayman. Hammasini aralashtirib nomlab tashlayman. Shu meni eng katta xatoimdan biri hisoblanadi. Endi derazalar qo'ysak, endi bir ikkitadan qo'yamiz ekan, yaxshi. Lekin uyda sakrab bo'lmayapti. Kravat qo'ysak, vaqti kravatga chiqib bo'lmaydi. Uxlagandan keyin bir tursa, kallasi blokka qisilib qoladi. Yo-mayo. Bu qanday vahshiylik? Shuning uchun uyda bir blok basket ko'chiramiz. Ya'ni tagini buzib, tagini boshidan quramiz. Tagini yer bilan birga qilamiz. Shunaqa ishlarda yomon ko'raman. Hisobini olmasdan qurib qo'ysam, yana boshqatdan buzib yotish kerak. Do'stlar, men uyda qurganimni bitta joyini kesib tashladim. Bu baribir bizga kerak emas edi. Xullas, mana gilamlarni ham qo'yib bo'ldik. Qolishlar uchun yana bir bor uzr so'rayman. Juda ham qattiq qotyapti. Shu 5-6 ta metlarimni o'chirib tashlayman shekilli. Mayli, endi lapatka bilan endi eshik qo'ysak, keyin lapatka bilan chiroyli qilib qo'ysak, keyinroq qilaman lapatka bilan. Wow, pro uy bo'ldi. Rosa chiroyli bo'ldi. Mayt qilib ketdi. Sharmanda. Uyat. Bu nimasi? Xo'sh. Taxtalik lestnitsa bor ekan ko'zimizda. Yo-mayo. Mana itlarni bunaqasiga yopib, lestnitsani bunaqasiga qo'yib qo'ysak, chiroyli bo'lib turadi. Do'stlar, iltimos, shuncha harakatlarim uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni videolarim prosmotri bilan obunachilarim soni bir-biridan tubdan farq qiladi. O'shaning uchun sizlardan faqat obuna bo'lishlaringizni so'rayman. Ko'p narsa kerak emas. Axir obuna bo'lish tekin-ku, to'g'rimi? Kim sizlardan unga obuna bo'lganlaring uchun pul yechib oldi? Hech kim yechib olmaydi. Chunki obuna bo'lish tekin. Shuning uchun yana yomg'ir quyib yubordi. Ana endi uyda tepasini ham shunaqa bir ajoyibcha qilib qo'yamiz. Bo'lmadi-yu. Mayli, hech qilsa yo'q, bizda bo'lmaydigan ishni o'zi yo'q. Shuni ham qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi ana. Bo'ldi, masalasi hal o'zi. Bunday qo'yib, buni ham bunday qo'yib qo'yamiz. Ana. Endi bularni to'plasak, chiroyligina joycha bo'ldi, ana bir ajoyib bo'ldi. Buni qurishdan nima kerakligini, nima ma'niligini bilmadim, lekin menga yoqib ketyapti. Buni hali baribir nimadir foydasi tegadigan narsaga aylantiramiz. Xo'sh, ana chiroyli bo'ldi. Va uycha bitdi. Endi ketdik. Yo'laklarni olib tashlaylik, sal g'alati bo'lib qopti. Uyda yo'liga bo'lib qopti, bir mebel olib kelish bor. Yo'q, qayerda mebel olib keladi? Kim mebel olib keladi? Lapatka olsak-da, mashitlarda bundaqa yo'lakcha qilib qo'ysak. Ikkitadan ana yetib keldik. Ana. Bir go'zal bo'ldi. Naqadar chiroyli, yo'vatda. Emasam, bog'larda o't qilib tashlaymiz va o'zi o't bo'lishini kutib o'tirmas kerak. Hop. Shunday ikkita qoldi, ana qolmadi. Bog'larni ham qo'yamiz, bog'ni ham qilamiz, manitni ham qilamiz. Manitni ham qilib tashlash kerak, xunuk bo'lib qolibdi, orasi tor bo'lib. Manitni ham olib tashlaymiz. Ana zo'r bo'ldi, cho'tki bo'ldi. Ichini qaranglar. Mayli, endi savdogar. Savdogarga ish topib beramiz biz. Savdogar lama bilan emas, bitta do'konda. Do'stlar, fondagi keraksiz
ortiqcha ovozlar uchun barchadan uzr so'rayman. Endi uyda dublyaj qilyapman, endi hammada ham bo'lib turadi. Yo'q, bu yerda do'kon qilish xato menimcha. Vaqt do'kon bo'lmaydi. Vaqt uy qilib qo'yganmiz biz. Mana pechkalar bilan lyuk-lyuk qilib, issig'i chiqib ketmasligi uchun eshikni yopib qo'yamiz. Har doim aytganimdek, eshikni yopmasak sovuq kiradi uyga. Nimaga derazani bu tarafga qilmagan ekanman? Mayli, o'zgartirmay turamiz, turib tursin. Mana shu yerdan do'kon qilamiz. Shunday, ana. Voydod qotyapti. Voy, boshlarim aylanib ketdi. Bor, yo'qol, hammasi yana deb bo'lyapti ekan. Hozir o'tqib ketgan joyimni yeb tashlayapti siqirt. Bog'da bitta blokka aylantiramiz, bog'da kengaytirish kerak. Chunki bu yerda bizni qishloqlardagi eng birinchi do'kon bo'ladi. Eng ajoyib, eng noyob do'kon bo'ladi. Juda qattiq qotyapti, buning uchun men yana bir bor uzr so'rayman. Qo'ydi truplarini olamizda, monetlarni ham blok qilib tashlab, yo'q, bog'da bunaqa blok qilmaymiz. Bularni olib tashlaymizda, tagini qum qilib tashlaymiz. Qum deb olgandek bo'ldim. Videoda xatoliklar, bir narsalar bo'lsa, uzr so'rayman. Men endi professional emasman, uncha sal-pal video yasashni, edit qilishni bilaman. Bir-ikki videochilar qilishni bilaman. Shu bilan videolar yasab YouTube'imda boyitib kelyapman. Endi harakat bor, endi kuchaytirishga, kuchliroq, zo'rroq YouTuber bo'lishga. Hali obunachilarim ko'payib ketsa, zo'r videolar chiqaraman. Balkim kompyuterda ham chiqarib qolarman videolar o'ynab. Video o'ynab emas, вообще-то video chiqaraman kompyuterda. Voy, qotib ketyapti. Bu yerda ancha ish qildim do'stlar, uzr so'rayman, ketib tashladim. Ketib tashlaganim uchun uzr so'rayman. Bizcha qiziqchilar yo'q edi, baribir sizlar ko'rganlaringni ham o'tkazib yuborgan bo'lardinglar. Bularni hammasini o'ldirib tashlaymiz, bular bizga umuman kerak emas. Biz yangi spawn qilamiz bitta. Senchi? Uni o'ldiraman, mayli. O'ldirishga yo'q, qotyapti. Juda ham qattiq qotib ketyapti. Xullas, yorug'lik tezligida do'kon qurib tashlaymiz. Ana do'stlar, biz do'kon ham qurib oldik. Endi biz bitta unga savdogar qo'yishimiz kerak, sotuvchi. Bizga lamalar kerak emas, lamalarni o'ldirib tashlaymiz. Ana shunday.
Endi bu savdogarni olib borish uzr. Olib borish kerak. Bitta urish kerak buni. Ana o'shanday. Richagni ishlatamizda. Buni sekin itaramiz. U ma'noda emas endi shunchaki ichkariga olib kirib qo'ysak. Ana. Ajoyib. Endi bog'ni yopib qo'yamiz. Ajoyib. Bizni do'koncha ham tayyor. Kerakli narsalarini, sotadigan narsalarini o'zi qo'yib oladi. Kerak payti chiqadi, yo men tovar olib kelib beraman. Xullas, ana biz do'konchani bitirdik. Endi lampa qo'yib qo'yish kerak. Tunda yorishib turadi. O'zi yoqib ishlatiladigan bo'lsin. Qah qo'ysak ekan. Ichkari savdogar o'tiribdi. Zo'rku. Lekin endi uni turg'izib bo'lmaydi-da, shunisi yomon. Tak. Shuni tepasiga qo'yib qo'yramizmi? Mana mashga qo'yamiz. Ochilib qoldi-yu tom. Akka qo'ysak, ana. Yo'q, o'xshamadi. Tagiga qo'ya olmas ekanmiz. Buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Mana uni olib tashlaymiz. Tagiga qo'yib qo'yamiz. Ajoyib bo'ldi, brat. Ana. Yaxshilayaptimi? Ishlayapti. Ishlaydi. Chiqib ketdik endi biz. Keraksiz narsalarni inventardan olib borish kerak. Mana bo'pti, biroz yaxshilab oling. Va nihoyat do'koncha ham deyarli bitdi. Endi do'kon deb yozib qo'ysak bo'ldi. Shular yo'q kerak. Bo'yoq kerak bo'ladi bizga do'konni yozuvi chiroyli o'tirishi uchun albatta. Mashallah qilib qo'yamiz. Hop. Ana. Mashincha yetadi. Juda qattiq qotib tashlayapti. Bor kuchi bilan qotyapti. Mana qilamiz. Ana endi do'kon deb qo'yamiz. Yo'q, bunaqasiga bo'lmas kerak. Bizning do'konimiz yozuvi to'g'ri. Qotishini. Do'konimiz yozuvi to'g'ri turishi kerak. Ana shunday. Bu yerga do'kon deb yozib qo'yamiz. Mana shunday. Ajoyib. Endi buni biz bilsak ham bo'lar. Bunaqasiga qilib, bunday qilib yozib qo'yamiz. Do'kon. Ajoyib. Buni ham bo'yab qo'yamiz. Ana, zo'r bo'ldi. Ajoyib. Endi bu tarafga ham yozib qo'yamiz. Bu yoqqa ham do'kon deb yozamiz. Ichiga yozilibdi, orqasiga yozilibdi. Значит, bu kerak emas bizga, bir tarafga yetadi. Bittasi yetadi. Endi bu do'konni nomini yozib qo'yamiz. Village Market bo'lar do'kon nomi. Village Market juda ham zo'r eshitilyapti. Hop. Village Market. Ajoyib. Qo'yilmaqom bo'ldi. Professional darajada do'kon bo'ldi. Oq bilan bo'yab qo'yamiz. Ana bo'ldi, biz ishlarni bitirdik. Do'stlar, bolalar, videoim yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmay ko'rayotganlar kanalga obuna bo'ling. Va biz shunday qilib videoni oxiriga yetib keldik. Video shu joygacha edi. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga juda katta rahmat. Sizlarga yana bir bor aytaman, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bizning maqsad 65 ta obunachi yig'ish. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariy yozib qo'ysangiz, men tezroq ko'tarilaman va videolarim ko'proq chiqishni boshlaydi. Ular ko'paygan sari qiziqarli bo'ladi. Shortslar ham chiqarib turaman, ko'paytiraman. Ishqilib kanalim cho'tka bo'lib ketadi. Shuning uchun sizlar ham menga podpishka qiling va men sizlar podpishkalaringizni qabul qilib o'zim ham cho'tka zo'r videolar chiqaraman. Balkim kimlar bilan birga duet qilib videolar olarman. Barchaga xayr do'stlar.